Yetar uzoq kelyapti. Mahallani obodonchiligiga qarash. Ne rais bu? Kimdir suvga tarif po'choqlashyapti, uni ushovasan. Qamad o'qlama. Mahallani obod qilincha o'lib ketmasam bo'ldi-da. Rais bu nozim dolu do'ga ochar ekan, bitta kirib ketmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi, o'zim ko'rib kelaman. Sen yab-yab razvedka qilib tur. Tamam. Yangi do'konlar qulluq bo'lsin. Mahalla ham maza qiladigan bo'pti-da. Qanaqa kiyimlar sotilyapti? Rais bu yerda murskiy kiyimlar, jenskiy kiyimlar, unisex kiyimlar sotiladi. Hayvon. Yop do'konda. Mahallada unaqa uyasiz kiyimlar sotilishiga yo'l qo'yilmaydi. Xarajat qilib qo'yganmi rais bu? Xarajatingga harakatim. Yo'qot, yop. Uyasiz kiyim sotasan? Xo'p bo'ladi. Rais bu aka sizga bitta gap bor, yuringlar. Yurchi. Rais bu onlarga qarang, ichib o'tirishibdi. Ne shayton mazmun bo'lyapti, yurchi. Shu dizalaring. Kecha tog'am bitta bolani qo'lini chop tashadi. Nimaga? Nima bo'lardi? Qo'ymagani qo'y. Sen qo'ygag'ila mahallada ichadigan bo'lib qolishdingmi? Qo'shni mahallaga borib ichimiz-a? Bolalaringni o'ylasenchi, alkashni bolasi degan non qoldirmasdan, rais, sendan kattasi kelsa ham ichamiz. Kuchi yetadi duximni olishga. Rais bu bilan o'ynashma, duxingni sindirish kerakmi? Mana! Ma! Choy damlab ichasan, hayvon. Bironta mahallada aroq ichishgan, qahman yo'qlama.